Sezyapsizmi? Oldingidek ko'chalar bolalarga to'la emas. Bir zamonlar ko'cha bizning eng katta maydonimiz edi. Darvozadan chiqish bilan o'yin boshlanardi. Quyosh botib ko'chalar qorong'ulasha boshlasa ham, yana 5 daqiqa deb iltimos qilardik. Arqon sakrab oyog'imiz charchardi, lekin to'xtatmasdik. Rezinka o'ynab sakrashni bilmagan qiz kam edi. Yutqazganlar kulib turib jarima bajarardi. O'g'il bolalar esa to'p tepib, bir oynani sindirsa ham, ertasi kuni yana o'sha joyga qaytardi. Yoz kunlari muzqaymoqning qog'ozini yalab, qish kunlari esa qo'lqopsiz qor bo'ron o'ynardik. Qo'llarimiz muzlab qolsa ham uyga kirgimiz kelmasdi. Qor odam yasab, unga ism qo'yardik. Go'yo u ham bizning o'yinimizning bir qismi edi. Yomg'ir yog'sa, u hid boshqacha edi. Yerning isi, havoning tozaligi, tomchilarning yuzga urilishi hammasi bir mo'jiza edi. Yalangoyoq ko'chalarda yugurib, loyga botgan oyoqlarimiz bilan uyga kirardik. Kiyim qurirdi, ammo o'sha quvonch ichimizda qolardi. Kechqurunlar kattalarning suhbatiga quloq solib uxlab qolardik. Telefon yo'q edi, lekin vaqt yetarli edi. Hech qayoqqa shoshmasdik. Hayot bizni quvmasdi. Bugun esa ko'chalar jim. Derazalar ortida bolalar bor, lekin ularning kulgusi ko'chaga chiqmaydi. O'yinlar ekran ichida, do'stliklar masofada, balki shuning uchun ham yomg'irlarning hidi eskilarnikidek tuyulmas. Bolalik qaytmaydigan fasl. U chang ko'chalarda, sindirilgan to'pda, pista chaqilgan kaftlarda, yomg'irdan keyingi havoda qolib ketgan. Biz ulg'aydik, ammo ichimizda o'sha ko'chani sog'inayotgan bir bola hali hanuz